Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Abdulahat Hamidov. 5 yillik tajribaga ega bo'lgan neyropatologman. Hozirgi kunda Xilolmet klinikasida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Ushbu videoda dish churralar, ya'ni girjalar haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni ularni keltirib chiqaradigan sabablar, ularni davolash choralari, asoratlari haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Dish churralar, ya'ni girjalarni tushuntirishdan oldin insonning normal umurtqa pog'onasini tushuntirib berishim kerak. Bu inson tanasining umurtqa pog'onasi hisoblanadi. Umurtqa pog'onasi umurtqa suyaklaridan tashkil topgan bo'ladi. Umurtqa suyaklarining orasida umurtqa disklari joylashgan bo'ladi. Disklar ham o'z navbatida ikkita tarkibiy qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni atrofini o'rab turadigan fibroz halqasi bo'ladi. Uni o'rtasida esa pulpoz yadrosi bo'ladi. Xo'p, disk churrasi, ya'ni grija bu fibroz halqani yorilishi va pulpoz yadroning tashqariga chiqib qolishiga aytiladi. Buni hisobiga bizni umurtqa pog'onamiz ichida joylashgan orqa miya va undan chiquvchi ildizchalarni, ya'ni nervlarni siqilishib qolishiga dish churrasi, ya'ni grija deb ataladi. Grijani keltirib chiqaradigan sabablar juda ham ko'p. Bularning ichida eng ko'pi bu og'ir yukni noto'g'ri ko'tarishlar. Undan tashqari juda ham semizli insonlarda ham grija ko'p uchraydi. O'tirib сидящий работа deydi, o'tirib ishlovchi insonlarda ham grija uchrash chastotasi, ya'ni ko'proq uchraydi. Undan tashqari tik oyoqda ishlaydigan insonlar, masalan, sartaroshlar, oshpazlar, doimiy tik turib ish faoliyatini davom ettiradigan insonlarda ham grijani uchrash chastotasi yuqori. Bundan tashqari kam harakatchan insonlarda, bularda asosan umurtqani yon muskullari yaxshi rivojlanmaganligi uchun umurtqaga ko'p yuklama tushadi. Buni hisobiga girjalar kelib chiqadi. Bundan tashqari travmalar, ya'ni har xil travmalar, yiqilishlar yoki avtotravmalar ham o'sha dish churrasini keltirib chiqaradigan sabablardan biri hisoblanadi. Shu umurtqa pog'onamizda qon aylashni surunkali ravishda buzilishlari ham o'sha joyda dish churrasini keltirib chiqaradigan sabablardan biri hisoblanadi. Umurtqa pog'onasidagi osteoxondrozlar, bel yoki bo'yin, umurtqa pog'onadagi protruziyalar ham keyinchalik bel dish churrasini yoki dish churralarni paydo bo'lishini asosiy omillardan biri hisoblanadi. Dish churralar, ya'ni grijalar turli tumandagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Birinchi belgisi bu beldagi og'riq. Ikkinchi belgisi bu bir tomonlama oyoqlarga og'riqning uzatilishi. Ya'ni asosan eng ko'p uchraydigan belgisi bu sonning orqa qismida og'riqlarni uzatilib, to tovonga qadar ip tortganga o'xshab og'riqlarni uzatilishi. Uchinchi belgisi bu o'sha joydagi uvushishlar, belda va o'sha oyoqdagi bir tomonlama uvushishlar. Bundan tashqari eng og'ir asoratlari yoki eng og'ir belgilari berishi mumkin bu siydik axlat tutilishi va jinsiy zaiflik belgilari bo'lishi mumkin. Bu holatda operativ davo muolajasi tavsiya etiladi. Dish churrasini, ya'ni grijalarni operativ davolash yoki konservativ davolash, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash bu grijaning hajmiga bog'liq emas. Ya'ni grija qancha katta bo'lsa, buni operatsiya bilan davolash kerak yoki grija qanchalik kichik bo'lsa, buni faqat dori-darmonlar bilan davolash kerak degan ma'nodaga kelmaslik kerak. Chunki bu umurtqa kanalining keng yoki torligiga bog'liq. Umurtqa pog'onasining ichida joylashgan mana kanal qanchalik keng bo'lsa, grija qancha katta bo'lsa ham bu nerv tolani qismaydi. Balkim umurtqa pog'onasi kanali tor bo'lib, kichkina grija ham nerv tolani qisib qo'yishi, hatto operatsiyagacha olib kelishi mumkin. Disk grijasini davolashda hozirgi kunda Xilolmet klinikamizda juda ko'p innovatsion usullardan foydalanamiz. Birinchi galda bemor kelgan paytda biz dori-darmonlar bilan, turli xildagi fizioterapevtik muolajalar bilan, hozirgi kunda bizni klinikamizda udarная волновая terapiya UVT apparatimiz bor. Shu UVT apparatlari bilan va umurtqa pog'onasini maxsus apparat yordamida cho'zish amaliyoti bilan ham davolab turibmiz. Disk grijasini operatsiyadan tashqari quyidagi usullar bilan davolash mumkin. Birinchisi bu medikamentoz davolanish, ya'ni dori-darmonlar bilan davolanish.
Ular o'z ichiga yallig'lanishga qarshi dori vositalari, meralaksan dorilar, shishga qarshi dorilar va boshqa turdagi dori vositalaridan foydalanib medikamentoz, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash mumkin. Ikkinchisi bu fizioterapevtik muolajalar. Ya'ni elektroforez, ultrazvuk va boshqa turdagi fizioterapiya muolajalari orqali ham disk churasini davolash mumkin. Uchinchisi bu igla refleksiya terapiya amaliyoti orqali ham davolash mumkin. To'rtinchisi udarная волновая terapiya, ya'ni UT apparati bor. Bu Angliyadan kelgan apparatimiz. O'sha muskullarimizda va bel umurtqalarida joylashgan bioaktiv joylarga ultra to'lqinlarni yuborish orqali davolanadi. Beshinchisi bu umurtqa pog'onasini maxsus apparatlar yordamida cho'zish amaliyoti. Agarda sizni disk grijasi muammosi qiynayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.